Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod, yaxshimisiz? Yaxshiman aka, zo'rmisiz aka? Rahmat. O'zingizni qisqacha tanishtirasizmi? Ismim Damin Muxtor Baxtiyorog'li. Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti yurisprudensiya faoliyatini yillari bo'yicha o'qishda grant asosida tugatganman. Hozirda Surxondaryo viloyat yuridik texnikumida ishlayman. O'qituvchi lavozimida. Yuridik texnikumda, to'g'rimi? Shunaqa. Bu yerda ma'lumotlaringizda Surxon haqiqat maskani degan ekan. O'shandan 2025 yanvargacha ishlaganman. O'sha yerda keyin bu yoqqa yuridik texnikum o'tganman. Yashash manzilingiz qayerda? Qumqo'rg'on tumanida. Hozir bu Denov tumaniga hujjat topshirgan ekansiz. Agar Shunaqa. komissiya xulosasiga o'tib qolgandek bo'lsangiz, qanday bo'ladi ishlash jarayoni? Ishlaymiz Denovda. O'zim mutaxassisligim-ku, ya'ni maslahatchi. To'g'ri, mutaxassisligingiz. Qatnab ishlash muammo bo'lmaydimi? Yo'q, muammo bo'lmaydi. Asosan kvartirat olaman o'sha yerda. Hmm. Ho'p, hurmatli nomzod, demak, mana savollar chiqarish tugmasini bossangiz, savollar chiqadi, 5 ta savol. Ushbu savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. 1 daqiqa vaqtingiz bor. Shunaqa. Savollar chiqarish tugmasini bosing. Savollar chiqib turibdi-ku. 13 savol. Yo, shuni bosing, aylanadi-da savollar. Savollar chiqarish tugmasini. Ha. Mana 5 ta savol. 1 daqiqa vaqtingiz bor, tayyorgarlik ko'rib olib, javob berishingizga to'g'ri keladi. Navay aka. Tayyor bo'lsangiz, marhamat. Bilgan savollarimdan boshlab ketsam bo'ladimi aka? Yoki bir bor? Farqi yo'q. Yana ikkinchi savol javobim, ya'ni O'zbekiston Respublikasi davlat yig'ilishi qachon qabul qilingan? O'zbekiston Respublikasi davlat yig'ilishi 1992 yil 2-iyunda qabul qilingan. Qachon dedingiz? 1992 yil 2-iyulda. 11-sessiyada edi, adashmasam. Xalq deputatlar kengashini. Xalq kengashi.
Beshinchi savol, ya'ni vaqt davri bilan belgilangan muddatning boshlanishi. Mhm. Ya'ni sud hujjatlarida ham ya'ni vaqt degan tushuncha bor. Ya'ni vaqt ya'ni belgilangan muddat, ya'ni ko'rsatilgan sanadan vaqtlar boshlanadi. Misol uchun 1 yanvar bo'lsa, ya'ni o'sha 2025 o'shadan vaqt boshlanadi. Agar oylar, yillar bo'lsa, ya'ni yillar davomida bo'lsa, o'sha yilning oxirigacha vaqt muddati amal qilinadi. Ya'ni o'sha yilning boshidan. Oylarda esa o'sha sanani oxirgi sanasigacha amal qiladi. Kun davomida, ya'ni kun davomida muddat belgilangan bo'lsa, muddatni boshlanishi ya'ni o'sha kun 00gacha 12dan boshlanib 23:59gacha davom etadi. Ya'ni muddatlar ya'ni asosan qo'llanishi bu hujjatlar asosan ya'ni asosiy kerak bo'ladi. Ya'ni keyin murojaatlar bilan ishlashda ham muddatlar boshlanadi. Agar asosli sabab ko'rsatilgan bo'lsa, ya'ni muddatni uzaytirish mumkin. Ya'ni yana bilamizki, hammada ya'ni shartnoma tuziladimi yoki sud hujjati bo'ladimi yoki har shartnomasi muddat bo'lsa o'shanda ham ya'ni belgilangan muddat ya'ni sana ko'rsatib o'tiladi. Qaysiga javob beryapsiz? Vaqt davri bilan belgilangan muddatning boshlanishi. Beshinchi savol, to'g'ri? Beshinchi savol. Mhm. O'sha endi qisqacha tushunganlarim. Hop, keyingi savolga o'ting. Bitimlar necha turga bo'linadi? Uchinchi savol. Ya'ni Fuqarolik kodeksini tegishli moddalari ya'ni ko'rsatib o'tilgan bitimlar tushunchasi berilgan. Ya'ni bitimlar yozma va og'zaki bitimlarga bo'linadi. Bitimlar ya'ni qanday holatda yozma tuziladi? Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan oshib ketsa, bitimlar yozma tarzda tuziladi. Qarang, bitimlar necha turga bo'linadi? Turni sanab bering. Mana 20 ta turga bo'linadi yoki 30 ta turga bo'linadi. Mana shunday. Birinchi bitim mana shunday, 10-chi bitim mana shunday, 25-chi bitim mana shunday, 30-chi bitim mana shunday. Bitimlar turni so'rayapti. Necha turga bo'linadi? Qo'shimchalar so'ralmayapti-da. Bitimlarda kelishuv bitimi bor, keyin yarashuv bitimi, ma'lum muddatga tuziladigan bitimlar bor. Men bilganlarim shu asosan. Keyingi savolga o'taversam bo'ladimi? Marhamat. Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunga muvofiq, ya'ni birinchi savol. Ma'muriy hujjat bo'yicha ish yuritish va uni qabul qilishning umumiy qoidalari va asoslari va tartibi. Ya'ni Hop, ma'muriy hujjat, ya'ni bu davlat organlari o'rtasida olib boriladigan ish hujjatlari, ularni ish yuritish tartibi, ya'ni nima desam bo'ladi endi ish yuritish tartibi
Murojaat kelib tushgandan boshlab, ya'ni uni arizalarda, ya'ni kamchiliklar bo'lsa qaytaradi, agar bo'lmasa qabul qiladi. Ya'ni murojaat kelib tushgandan, ya'ni ish vaqtidan keyingi vaqtda kelsa, ya'ni misol soat 6dan kelsa, ertasi kun hujjati kirim qilinadi. Ya'ni Qarang, ma'muriy tartib tamoyillari to'g'risida qonunga muvofiq ma'muriy hujjat bo'yicha ish yuritish va uni qabul qilishning umumiy qoidalariga murojaatlarning nima daxli bor? Ma'lum. Qonuniyatni murojaatlarni ma'muriy hujjatni qabul qilish, ya'ni hujjat qabul qilish tegishli organ davlat tashkilotining o'zini chaqirib chaqirilgan sessiyasi bo'ladi, o'shanda qabul qilinadi. Ya'ni keyingi savolga o'tsam bo'ladimi? Hurmatli nomzod, hozirgi savolga javobingizni qaytarib yuboring. Uzr so'rayman. Ya'ni ma'muriy tartibnomalar to'g'risida qonunga muvofiq ma'muriy hujjat bo'yicha ish yuritish va uning qabul qilishining umumiy qoidalari, asoslari va tartibi. Ya'ni ma'muriy hujjatni qabul qilish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi ma'muriy tartibnomalar to'g'risidagi qonunga muvofiq qabul qilinadi. Xo'p. Keyin qabul qilish tartibiga keladigan bo'lsak, ya'ni ma'muriy organ deganda avvalo bu davlat tashkiloklarini tushunishimiz kerak. Ya'ni hokim qarorlari yoki oddiy ijtimoiy himoya, ya'ni ma'muriy organ bo'ladi. Ya'ni o'zini, ya'ni qabul qilinadigan hujjatlarni komissiyasi bo'ladi. Komissiya qaroriga asosan hujjat qabul qilinadi. Keyin hujjatni tasdiqlash tartibi esa maxsus komissiyani qaroriga asosan hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni Hurmatli nomzod, ma'muriy tartib taomillari to'g'risida qonun bilan tanishganmisiz o'zi? to'g'risi talabalik vaqtimda tanishganman. Xo'p, qarang, so'rayapti, qonunga muvofiq deyapti, ma'muriy hujjat bo'yicha ish yuritish va uni qabul qilishning umumiy qoidalari deyapti. Ish yuritish va uni qabul qilishning umumiy qoidalari, asoslari va tartibi deyapti. Birinchi umumiy qoidalarni ayting. Mana shunday qoidalar asosida ma'muriy hujjat yozish amalga oshiriladi. Mana bunday tartib asos hisoblanadi. Mana bu tartibi deb tushuntirib bersangiz. Ya'ni ma'muriy ish hujjati bo'yicha keladigan bo'lsak, asosiy, ya'ni o'sha qabul qilinayotgan hujjatning nomi, keyin hujjat qabul qilingan sana, keyin hujjatni kuchga kirish sanasi, hujjat qabul qilinishi asos bo'ladigan holatlar, keyin hujjat qabul qilishda birinchi umumiy qoidalar, keyin asosiy prinsip, keyin hujjatni tagi, ya'ni nima desam, ish hujjatlari, ya'ni o'shalar, keyin
hujjatda bajarilishi mumkin bo'lgan ishlar kiritilib boriladi. Ya'ni oxirida keyin hujjatni ijrosi ham ko'rsatib o'tilgan bo'ladi, ya'ni nazorat qiladigan. Hop, ma'muriy hujjat kim tomonidan qabul qilinadi? Ma'muriy hujjat ya'ni ma'muriy organ tomonidan qabul qilinadi, ya'ni ma'muriy organlar tomonidan. Ya'ni Tushunarli. yoki Yoki Vazirlar Mahkamasi yoki Oliy Majlis Senati. hurmatli nomzod, qarang, siz ma'muriy haq ta'minot to'g'risida qonunga muvofiq javob berishingiz kerakda. Hop, vakolatli organ tomonidan qabul qilinadi. Ha, Demak, boya siz aytayotganlar hammasi vakolatli organga kirib ketadi. shunaqa. Shuningdek, yana kim? O'sha vakolatli organning rahbari, ya'ni Hop, vakolatli organ tomonidan qabul qilingandan keyin u rahbar bo'ladi. To'g'rimi? to'g'ri. Hop, yanachi? Yana xususiy tadbirkorlik shu bilan shug'ullanayotganlar, ya'ni banklar, ya'ni xususiy bo'lib ketganki, o'shalar ham chiqariladigan qarorlar, ya'ni qisqacha tushunganim shu bo'ldi. Tushunarli. Navbatdagi savolga o'tishimiz mumkin. To'rtinchi savol, ya'ni boy berilgan foyda. Ya'ni boy berilgan foyda, ya'ni fuqarolik kodeksida ham ko'rsatib o'tilgan, ya'ni biror bir hujjat, ya'ni shartnoma qilingandan keyin undan asosiy ko'zlanadigan narsa foyda bo'ladi, ya'ni ma'lum bir muddatda, ya'ni prognoz qilinadi, ya'ni hisob kitob chiqariladi. O'shandan ma'lum bir sabablarga ko'ra, ya'ni ish bajarilmasa, o'sha boy berilgan foyda deyiladi. Qarang, hurmatli nomzod, siz yuristsiz, ya'ni huquqshunossiz. Bu yerda hozir huquqiy masalalar bo'yicha ekspert, maslahatchi lavozim uchun suhbat jarayoni bo'lib o'tyapti. Shu nuqtai nazardan huquqiy jihatdan kelib chiqib savolga javob bersangiz. Boy berilgan foyda, ya'ni fuqarolik kodeksining tegishli moddalari ko'rsatib o'tilgan, ya'ni aniq foydasini aytib bera olmayman, ya'ni misol qilib, ya'ni keltirib bera olaman, ya'ni haq evaziga xizmat ko'rsatish, ya'ni misol qilib oladigan bo'lsak, tomonlar o'rtasida shartnoma tuziladi, ya'ni shartnomani yetkazib berish muddati bor, ya'ni o'sha muddatdan kechikkan taqdirda, ya'ni qabul qiluvchi tashkilot, ya'ni zarar ko'rishi mumkin. Tovar, ya'ni vaqtida kelmaganligi uchun o'shani undirish uchun sudga murojaat qilinadi. O'sha boy berilgan foyda deyiladi, ya'ni. Bu ko'rilgan zararni qoplash uchun bo'lmaydimi? Tushunmadim. Ko'rilgan zararni qoplash uchun bo'lmaydimi? Zararga endi qo'shimcha kirib ketadi-da, kirgizsa bo'ladi, ya'ni da'vo arizasidan, ya'ni fuqarolikda. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra. O'shalarda ham inobatga olinadi. Demak, savollar bo'ldi, hurmatli nomzod, javob berib o'ldingizlar. Ha, bo'ldi. Hop, hurmatli nomzod, endi lirik chekinish qilamiz. Agentlikning to'liq nomini bilasizmi? Tushunmadim. Agentlikning to'liq nomini bilasizmi? Ha? Fahmmi? O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi
Demak, agentlikning nomi shunday ataladi. Sizga screenshot tashlamadim. Shunaqa edi, adashmasam. Hop, agentlikning shahar, tumanlarda markazlar joylashgan. O'sha markazlar nomlarini bilasizmi? Tushunmadim savolingizni. Agentlikning shahar, tumanlarda markazlari joylashgan. Shu markazlar nomini bilasizmi? Ya'ni Ya'ni agentlikning tuman bo'limlari deydimi, nima deydi, tuman miqyosidagi tashkilot nomini bilasizmi? ya'ni ko'zim tushgani, ya'ni inson ijtimoiy xizmatlar markazi deyilgan, ya'ni Termiz shahrida, Qumqo'rg'onda, Denov, hamma tumanda hozirgi kunda shahar markazi joylashgan bor. Hmm. Hop, qabul qildik javobingizni. Demak, hurmatli nomzod, sizga berilgan 5 ta savoldan birinchi savol bo'yicha bergan bahoyingizni 50% baholadik, bergan javobingizni. Ikkinchi savol bo'yicha bergan javobingiz 100% baholadik. Uchinchi savol bo'yicha bergan javobingiz noto'g'ri edi. To'rtinchi savol bo'yicha bergan javobingizni ham 50% baholadik. Beshinchi savolga bergan javobingiz bo'yicha demak 50% baholadik. Hurmatli nomzod, berilgan savollardan suhbat komissiyasidan e'tirozingiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Rahmat ishtirokingiz uchun. Umumiy ball endi qancha chiqadi? Tanlov komissiyasining yakuniy xulosasiga ko'ra, hurmatli nomzod, sizni vakansiya.argos.uz kabinetingizga yakuniy xulosa yuboriladi. Tushunarli. Rahmat ishtirokingiz uchun. Xitoyga. Mayli.
Bardın. Savollardan bir anlaştık ketdi senda. Bandixon tumani. Eshityapman. Kamerani yoqing, kamerani. Kim bor yoningizda? Yonimda Mama Yusuf. Mama Yusuf. Assalomu alaykum. Zo'rmishlar. Akaga sharoit qilib bergin, telefonlarni olib qo'ygin, xalaqit bermasin suhbat jarayonimizga. O'zingni ham telefoningni chiqarib qo'ygin yoki bezovta qo'yib qo'ygin. Tushunarli. Kamerani ham to'g'rilab oling. Bo'ladi, shu pastroq tushiraysan. Bo'ladi. Zvukni ochib qo'ying. Hurmatli nomzod, o'zingizni tanishtirsangiz qisqacharoq qilib. Men Toshpo'latov Muhiddin Ahmadovichman. 1982-yil 12 avgustda Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim oliy, oilaliman. Hozirgi kunda ishsizman. Xo'p, hurmatli nomzod, siz Bandixon tumanida bo'lganingiz uchun, ya'ni bizda savollarni chiqarish tugmasi bizda bo'lganingiz uchun savollarni biz bosamiz. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. 5 ta savol, Mhm. bir daqiqa vaqtingiz bor, tayyorgarlik ko'rib javob berishingiz kerak bo'ladi. Mhm.
Tayyor bo'lsangiz, marhamat. Birinchi savolga javob: ijro hujjatini ijro etmaganlik va uning ijrosiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan. Ma'muriy javobgarlik va jinoiy javobgarlik. Agar o'sha ijro hujjatini ijro etmaganlik uchun mm, ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin e, yana o'sha ijro etmaganlik holati yuzaga keladigan bo'lsa, albatta bunday vaziyatda jinoiy javobgarlik nazarda tutiladi. E, Uning ijrosiga to'sqinlik qilganlik uchun albatta bunga ham xuddi shunday shaklda ma'muriy yoki jinoiy javobgarliklar nazarda tutiladi. Masalan, ijro etmaganlik, ijro hujjatini sud hal qiluv qarorini majburiy ijro byurosiga taqdim qilgandan keyin albatta buni ijrosi sud hujjatlari albatta ijrosi ta'minlanishi kerak. O'shanday holatlarda ijro etmaganlik uchun javobgarlik nazarda tutiladi. Xuddi shunday boshqa holatlarda ham, masalan, o'sha ijro etiladigan hujjatlarni, normativ hujjatlarni ijrosi ta'minlanishi kerak. Unga to'sqinlik kelgan holatda albatta unda ham ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutiladi. Qarang, hurmatli nomzod, siz hozir umumiy gaplardan kelib chiqib aytyapsiz-da. Umumiy gaplar kerak emas. Men shu konkret nechinchi moddaga asosan, nechinchi moddani nechinchi priyomga qancha bazaviy miqdorda jarima qo'llaniladi yoki nima ta'sirchan chora qo'llaniladi. O'shani ayting, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas umumiy gaplar. Uni bilib o'tiribmiz. Ijro hujjatini ijro etmaganlik va uning ijrosiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlik. To'g'ri, sud tomonidan javobgarlik qo'llanadi. O'sha javobgarlik qaysi moddaga asosan, qaysi jinoiy kodeksning moddasiga asosan qo'llanishi, o'sha to'g'risida qisqacha ma'lumot berib keting, bo'ldi. Umumiy gaplar kerak emas. Javobgarlik to'g'risidagi Shu moddani, shu premium, shu bandiga asosan shu qo'llaniladi, bo'ldi. Shunga bo'ldi, bo'lmadi deb qabul qilib ketaveraman. ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning 49-moddasi 5 barobardan 10 barobargacha jarima. Bo'ldimi? Boshqa javob bermaysizmi? Agar jinoiyga aylanadigan bo'lsa, 20 barobardan Qaysi moddaga asosan? hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish mumkin. Hop, hurmatli nomzod, keyingi savolga o'ting. Siyosiy partiyalar, jamoat birlashmasi, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishi mumkinmi? O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishi faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston xalqi nomidan ish olib borishi mumkin. Boshqa siyosiy partiyalar yoki o'sha jamoat birlashmalari, ijtimoiy harakat yoki alohida shaxs ish olib borish huquqiga ega emas.
Hop, keyingi savolga o'ting. Yuridik shaxs tushunchasi. Yuridik shaxs fuqarolik kodeksida ikki turga bo'linadi. Foyda olish maqsadida tuzilgan yuridik shaxs va foyda olmasdan o'sha byudjet tashkilotida tuzilgan yuridik shaxs hisoblanadi. Masalan, yuridik shaxs bu foyda olish maqsadida tuzilgan yuridik shaxslarga masalan o'sha korxonalar, tashkilot, zavod, fabrikalarni masalan misol qilib olsak bo'ladi. Masalan, foyda olish maqsadida o'sha tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib tuzilgan bo'lsa, foyda olmaydigan yuridik shaxslarga masalan maktab direktori o'sha o'zining o'sha foyda olmasdan davlatni ma'lum bir korxonasini yoki tashkilotini o'sha muassasasini yuritib biron bir tarmoqni o'sha tizimni yo'lga qo'yish maqsadida, o'sha amalga oshirish maqsadida o'sha korxonaning rahbari o'sha yuridik shaxs hisoblanadi. Yuridik shaxs tushunchasi o'zi o'sha o'sha tashkilot uchun javobgar hisoblanadi. O'sha yuridik shaxs o'sha rahbari o'zining hisob raqamiga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Bankda pechat shtampasiga ega bo'lishi kerak. Va o'sha tashkilotni yuritilishi, o'sha faoliyat yuritishda javobgar shaxs hisoblanadi. Asosiy javobgar shaxs hisoblanadi. Hop, keyingi savolga o'ting. Yuridik shaxs nima asosida ish olib boradi? Yuridik shaxs bu ustav va nizom asosida ish olib boradi. Yuridik shaxs masalan, yuridik shaxs agar foyda olish maqsadida tuzilgan bo'lsa, o'sha jamiyatlarda masalan mas'uliyat cheklangan jamiyat yoki bo'lmasam shunga o'xshash foyda olish maqsadidagi aksionerlik jamiyati, bulardagi yuridik shaxslar o'zini ta'sis hujjatlari asosida ham ish olib boradi. Hop, keyingi savolga o'ting. 5-savolim ko'rinmayapti-da. Menimcha shu ayirboshlash shartnomasimidi? Pardon, 5-savolda ko'rdim, menga ko'rinmay qoldi. 5-savol ko'rinmayapti. Ayirboshlash shartnomasimidi? Ayirboshlash shartnomasi shunday ekan. Ko'rib turibdi-yu. Ayirboshlash shartnomasi bu fuqarolik kodeksida xalq tilida barter usulidan masalan foydalanish maqsadida ham o'sha ayirboshlash shartnomasi turidan foydalanadi. Masalan, bunda ayirboshlash shartnomasi shunday xususiyatga egaki, bunda mahsulotga mahsulot ayirboslanadi. Masalan, avtomashinaga uy-joy almashiladi. O'sha ayirboshlash shartnomasi tuziladi. Masalan, kimningdir mashinasi bor, kimningdir uyi bor. Ikkalasi o'sha kelishuv asosida bir-biriga rozilik bildirib, o'sha ayirboshlash shartnomasini tuzishi mumkin. O'sha bunda xalq tilida barter usuli ham deb aytiladi. Ayirboshlash shartnomasida o'sha mahsulotlarni
o'shani almashiladi. Bir-biriga almashish usuli albatta bu ayirboshlash shartnomasi deb aytiladi. Almashishadi mahsulotlarni. Masalan, shunga o'xshagan masalan uyga uy ham almashishi mumkin. Yoki bo'lmasam e, uyga masalan boshqa biron bir mol mulk bo'ladigan bo'lsa, albatta kelishiladigan bo'lsa, shu almashishi ayirboshlash shartnomasiga misol bo'ladi. Tamam. Hozir tugatam. Bo'ldim. Asosan endi ayirboshlash shartnomasi qadimda ko'proq qo'llanilganda, o'sha masalan bir qop bug'doyga bir qop arpa almashilgan yoki bo'lmasam xuddi shunday shaklda qo'ylarga masalan 3 ta 4 ta qo'yga bitta sigir va shunday almashish ham qadimdan paydo bo'lgan bu ayirboshlash shartnomasi. Hozirgacha ayirboshlash shartnomalari mavjud. Besh savolim bo'ldi, hurmatli nomzod. Ha, 5 ta savolga. Hop, hurmatli nomzod, sizga berilgan 5 ta savoldan, demak, birinchi savolga bergan javoblaringiz noto'g'ri 0% ga teng bo'ldi. Ikkinchi savol to'g'ri 100% qabul qildik. Uchinchi savol umumiy gaplardan kelganingiz uchun 50% qo'ydim. Uchinchi savolga bergan javobingiz to'g'ri 100% qabul qildik. To'rtinchi savolga ham bergan javobingiz to'g'ri 100% qabul qildik. Hurmatli nomzod, savollardan komissiyadan e'tirozlaringiz bormi? Hozir o'sha hisobda nechta savolga javob bergan bo'lib hisoblanyapman men? 3,5 taga. Ha? 3,5 ta. 2,5 taga. Yo'q, e'tirozim yo'q. Rahmat ishtirokingiz uchun. Bandaxon tuman, rahmat, chiqib ketaversangiz. Chiqarib yubor. Chiqib ketdi. Hurmatli komissiya, mana 2 nafar nomzodimiz bor edi. Ushbu 2 nafar nomzod bilan suhbat jarayonini o'tkazib oldik. Rahmat ishtiroklaringiz uchun.